بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم hurmatli qarindoshlar. Biz oilam jannatim haqida dars so'zlab kelyapmiz. Bir mu'min musulmon uchun bu dunyodagi jannat bo'lsa, illiq bir oila. Endi bu illiq oilani qurish uchun Alloh subhanahu va taolo bizga aniq yo'l yo'riq berdi. Rasululloh shu yo'l yo'riqni amaliy tatbiqlash orqali dunyodagi eng baxtli oilani qurdi va bizga qanday qurishni ham o'zining amaliy ish harakati bilan bayon qilib berdi qarindoshlar. Endi bu baxtlik oila qurilish uchun chuqum ayolning qilish tegishlik mas'uliyatlari va shuning bilan birga bir-biridan talab qiladigan haq-huquqlari va bu haqda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi: "Ala inna lakum ala nisaikum haqqan va li nisaikum alaykum haqqa." Ey mu'min musulmonlar, sizlarning ayollarning ustida haqqinglar bor. Ya'ni ayollar sizlarga qilish tegishlik haqlar bor, buni talab qilinglar. Va shundaqla ayollarning sizlarning ustinglarda ham haqqi bor. Buni ado qilinglar demoqchi. Endi biz baxtli oila bo'lish uchun ayolning o'rtaq bir majburiyati bor. Buni ado qilish kerak deb bu o'rtaq majburiyatni so'zlab o'tdik qarindoshlar. Ondan keyin ayolning bir-biri alohida o'taydigan majburiyatlari bor deb ayolning oildagi majburiyati deb bu haqda ham so'zlab o'tdik. Bugun Alloh subhanahu va taolaning muvaffaq qilish bilan erlarning oildagi mas'uliyat haqidagi darsining davomini so'zlaymiz. Endi bunda desam bu ailenin erning oildagi mas'uliyati haqida dars bo'lmadi-ku demanglar qarindoshlar. Bo'ldi. U bo'lsa-mu men 10-darsni 2 bo'lakka bo'lib turib Rasululloh qandoq er edi deb dars so'zladim. Bu darsga erning oiladagi mas'uliyati deb tema qo'ysak bo'ladi. Chunki Rasululloh bizningki o'rnikimiz hem biz iman keltirgan payg'ambar. İman etish deganlik, ya'ni payg'ambarga iman etish deganlik, payg'ambar qilganni qilish, buyurganni qilish, qilmaganni qilmaslik, qilma deganni qilmaslik Rasulullohga iman etgan bo'ldi qarindoshlar. Har qanday o'zini mu'min musulmon deydigan qarindosh, musulmon chuqum Rasulullohga ergashish kerak. Endi Rasululloh qanday er edi deganda biz 10 nuqtaga yig'inchoqlab Rasululloh mushundaq er edi dedik. Bunun birincisi Rasululloh oilasini yaxshi ko'radi dedik. İkincisi bo'lsa Rasululloh oilasida nayt muloyim, samimiy edi dedik. Üçüncüsü Rasululloh ayoliga yordam beradi dedik. To'rtinchisi Rasululloh ayoliga vafodor edi dedik. Beşincisi Rasululloh ayolini hurmatlaydi dedik. Oltincisi Rasululloh ayol uchun yasinatdi, o'zini o'ngshab, tuzab, pokiz yuradi dedik. Yettincisi Rasululloh ayollarga bilim, ilm o'rgatadi dedik. Sakkizincisi Rasululloh nihoyat apuchan, kang qursoq edi dedik. To'qqizinchisi ayollarni faqat urib boqmagan dedik. 10-si ayollarga adil edi dedik. Mana bu har bir mu'min musulmonning oildagi majburiyati, ya'ni erning oildagi majburiyati. Endi bu erning majburiyati haqida bugun yana nima to'xtalamiz degan chaqda Qur'oni Karimda oddiy bir jumla bilan, ya'ni ikki so'zlikdan tarkib topgan bir jumla bilan erning mush oildagi mas'uliyatini bayon qilgan bir oyat va bu oyat bek muhim bo'lganlikdan bugun bu oyatning tafsirini bayon qilib beraman.
Onun aldıda şu erlerninki yeni bir mesuliyeti, bir iktisadi mesuliyeti var. Bunu bayan qilib beraman. Bugungi darsimdagi asosiy mazmuni shu qarindoshlar. Endi erninki bugungi darsda bayon qilmoqchi bo'lgan eng muhim majburiyatlarining biri bo'lsa iqtisodiy majburiyat, ya'ni iqtisodiy mas'uliyati. Bu iqtisodiy mas'uliyatmi ikki turga bo'lindi qarindoshlar. Biri mash to'yga ketadigan va qizlarning to'yliqidan iborat iqtisodiy mas'uliyat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Va atun nisaa saduqatihinna nihla" deydi. Sizlar ayollarning to'yliqini xushallik bilan beringlar deydi. Bu oyatdan to'yliq yani biz din Uyg'urchada, Arabchada mehr deymiz, Uyg'urchada to'yliq degan shu. Yani ba'zilar to'yliqni ayrim, mehrini ayrim deb, voy bu ayolning mehrisini 121 ko'y qilib qo'yaylik, 200 ko'y qilib qo'yaylik. Unda gap yo'q qarindoshlar. Arabchada mehr deydi, Uyg'urchada to'yliq deydi. Shu qizga oldigan oltin, kumush bergan to'yliqimiz shu arabchadagi mehri bo'ladi. Bu mehrini ikki bo'lishga bo'ldi. Masalan, hozir naq berdigan mehra, agar ajrashib qolsa berdigan mehra deb bo'lsak ham bo'ldi. Bo'lmasa, shu to'yliq salgan 30 ming ko'y, 20 ming ko'y, 50 ming ko'y shu to'yliq shu. Bu ayolning xos mulki bo'ladi. Buni ya dadisining, ota-onasining yoki erininki tasarruf qilishiga bo'lmaydi. Bu ayolning xos mulki qarindoshlar. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu Rasulullohning qishiga nati yasinib atir purab kapti Rasululloh mayham dedi. Ya'ni voy muborak bo'lsin, boshqa chiqo debdi. Ya Rasululloh men to'y qildim debdi. To'yliqiga nim berdim debdi. Nuvati zahab dedi. Ya'ni qoqdak bir oltin berdim debdi. Avlim walau bishat. Bir qo'y o'ltirib bo'lsa bu to'yni qilib berdi. Bu hadis sharifdan qizlarga to'yliq berish va to'y qilib berish erning mas'uliyati ekanligini bildirdi qarindoshlar. Bu birinchi ikkinchi mas'uliyati bo'lsa, mushu ayollarning yemak, ichmak, kiyim-kechak va uy turalg'u joyini hal qilish erning mas'uliyati. Bu vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda va alal mawludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Analarning yemek içmegi, kiyim keçigi qoida bo'yicha albatta otalarning ustidagi majburiyatdir deydi. Ya'ni dadı bo'lgan kishi ayoliga yemek içmek, kiyim keçak qilib berish majburiyati bor. Buni albatta chuqum qilish kerak deydi qarindoshlar. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo askinuhunna min haysu sakantum min wujdikum. Sizlar nada tursanglar ayollarni shu yerda tug'zinglar deb, ya'ni sakan uyningmi tayyor qilib berish erning majburiyati ekanligi bu oyatda bayon qilingan. Yani yuqorqi oyatda yemek içmek, kiyim-kechakning erlarning mas'uliyati ekanligi bayon qilinsa, bu oyatda uyninki erlarning mas'uliyat ekanligi, erning ustiga tushgan mas'uliyat ekanligi bayon qilingan. Hadis sharifda Rasulullohdan so'raldi: "Ya Rasululloh, ayollarning erlar ustidagi haqqi nima?" debdi. "An tut'imaha iza ta'imt va an taksuha iza iktasayt." Nimani yesang şu yemekten ayolingga yegizish, nimani kiysan shuningdan kiygizish majburiyatdir qarindoshlar. Ya'ni biz oshxonalarda noch yeb, noch ichib, sirtlarda yashab, ayollarimiz uyda qiynalib o'ltasa, hargiz durus emas. O'zimiz markalik necha ming ko'ylik kiyimlarni kiyib, ayollarimizga necha ko'ylik kiyimni eppasak, bu mu durus emas? Yeganni yegizish, ichganni iskizish. Abu Sufyan radhiyallohu anhuning ayoli Hind Rasulullahning qishiga Abu Sufyan ustidan shikoyat qilib keldi. Ya Rasululloh, bu Abu Sufyan degan odam nayt bexil, nayt piti odam. Mush mening oilaga va men yetkichilik iqtisod bermaydi ya Rasululloh. Shuning uchun uning iqtisodi bor. Uning uqtumay turib, elib men xajlasam bo'lamdi debdi ya Rasul payg'ambar alayhisolamdan. Rasululloh deb javob berdi. Siz shuni qoida bo'yicha, ya'ni bil ma'ruf qoida bo'yicha jiq olmay, o'zingizga bolalarınız yetkichilik normal ahvolda yetkichilik olsangiz bo'ladi dedi.
Şeriatimizde qarindoshlar, birovning pul milni u odamni ruxsiz elish asla bo'lmaydi. Rasululloh bu yerda nima deb ruxsat qildi desa, ayolni va oilni biqish erning majburiyati, majburini ado qilmagandan keyin ayol o'zini haqqini olgan bo'ldi. Demak, bu oyat hadislardan iqtisodiy mas'uliyatning erning ustiga yuklanganligi bayon qilingan. Endi men mushu to'y qilishning ajri savobi degan darsimda mushu erning mush oilasi xashlangan pul, jihad xashlangan, sadaqat berilgan, yetim miskinlar xashlangandami afzal pul. To'g'ri, uningga ham xashlashimiz kerak, lekin oilaga xashlagan pulning mushunda ajri va deb so'zlagan edim qarindoshlar. Bu haqda men sizga bir voqelikni bayon qilib beray. Umar radhiyallohu anhu bir kunsi bozorda ketib berib qarasa, Amr ibn Umayya degan sahoba qimmat bir kiyimni tutib turganda, shu Umar radhiyallohu anhu, "Hey Amr ibn Umayya, bu nima?" debdi. "Bu ayollarning kiyimi ekan, men elib bir sadaqat qilay degandim" debdi. Umar radhiyallohu anhu gap qilmay ketdi. Sadaqat qilay dedim degan keyin qimmat kiyimni mayl dedi. O'shan ikkinchi kunsi, "Ha, Amr ibn Umayya, kiyimni oldim, uni oldim. Elib sadaqat qilyaptim" degan keyin, "Kimga sadaqat qilding?" debdi. "Ayolimga sadaqat qildim" debdi. "Voy, bu tunögün sen elib sadaqat qilman degandim. Endi ayolimga sadaqat qil. Bu ayolga qanday sadaqat qildi debdi. Men Rasul akram sallallohu alayhi va sallamninki mush ayollaringlarga bergan narsanglar sadaqat degan hadisni anglagandim dedi. Deganki Umar raziyallohu, "Ey, men o'ylashib qil, diqqat qiljimo" dedi. Ya'ni xuddi sen bu gapni Rasulullohga mundaq bir yog'ondan devatsa degandek bir gaplarni qildi-da, sahoba yalan qilmaydi, lekin Umar raziyallohu buni hayron qoldi. Degandan keyin Amr ibn Umayya dedi, unda Oyisha onamizni qashib yuboramiz dedi. Umar raziyallohu men shunda deb deganda menga Oyisha onamizni qashib yuboramiz dedi. Oyisha onamizni qashib yuborib Amr ibn Umayya, "Ey mu'minlarning onasi, ma mu'minlarning amiri, men mushundaq Rasululloh mushundaq ayollarga berganda sadaqat degan deb mushda degan desam, bu odam taz buniga nima qilmayotdi, sil deb baqslar debdi. Oyisha onamiz, "Mana Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning ayollarga bergan narsalar sadaqat bo'ldi degan hadisni anglagan edim" deb Oyisha onamiz Amr ibn Umayyaning gapini tasdiqlagan qarindoshlar. Buningdan, ya'ni mush ballarga ayollarimizni xashlagan pul Allohning daftarida ajri savob bo'lgan pul demakchi. Mana bu bizning dinimiz. Bu haqda mundaq bir vaqalik va bu vaqalik İhya Ulumuddin degan kitobda bayon qilingan. O'limalarimiz bu vaqalikni bayon qilgan. Bir taqvo odam bor ekanda. Ayoli o'lib ketibdi. Shuna men ikkinchi to'y qilmayman, o'sha ibodatlar o'tay deb shu o'tayotgan kunlarda bu odamning tushiga ikki farishta ko'ribdi. Kiribdi-da. Ikki farishta bunda bir-birisi qarashib, "Ma bakachini. Bu bakachi hozir hech qanday bir ish yo'q bu bakachi" deb qo'yibdi-da. Ertesi yeni şu düşünü görüptü. Madem bekaçadan bu burun mücahitlerinin katarıdın, takvalarının katarıdın urun ağan adam te hazır bekaçadan şu bu adam hiç bir narsa yazmayımız ecir savab daftarıga bir narsa yazmayımız diyen eken şu an bu adam perişten bir paçık bir esledip Allah'ın namı bilen ötünüp qalay. Bu meni bekaçı degen nemi degen gap desem de yani şurada bir ölümanın körüvatkan düşü o bu. Şuna aparış daptı, sen burun ayalın ba vaqtida şu ayalınga xajlagan pul malların olan mücahitlarning ve taqvodorlarning qatoridan urun alatdın. Biz şu amellarini şu mücahitning amaldek, taqvodorning amaldek yazatdık. Sen ayalın o'ylab ketib o'ylanmagandan keyin sana bu amal bo'lmagandan keyin shuni biz bakash dedi degandan keyin bu zot ikkinchi kun chiqiblam to'y qilgan deyilgan qarindoshlar. Anda bu vaqalik bu bir İhya Ulumuddin'da yani dinni güllendirayli degan kitapta bayon qilingan bir vaqalik. Buningdanmi mush oilaga xajlangan pul bu ibodat. Alloh yo'lida xajlangan pul qarindoshlar. Buni bilib olishimiz kerak. Bugungi darsimdagi asosiy so'zlamoqchi bo'lgan birinchi temam mana shu. Ikkinchi tema bo'lsa qarindoshlar, ayollar bilan chiroyliqcha uy tutish. Mana bu bugungi darsimizdagi eng muhim ikkinchi nuqta qarindoshlar. Allah subhanahu va taala Nisa surasining 19-oyatida shunday deydi: "Ya ayyuhallazina amanu
Ey Allah'a iman etgan müminler deydi. Qur'oni Kerimde ey Allah'a iman etgan müminler deyenkin özünü mümin çağlagan, musulman çağlagan, sanıgan her bir insan kulluğunu din tutuş gerek. Çünkü Allah bir vasıta hitap kılıp durup ey mümin dedi. Peygamber Aleyhisselam sen dep koydu mu dedi. Ey peygamber onu da bunda demedi. Ey mümin dep müminni Allah aş huddi köz aldı tuğanda qıp durup ey mümin dedi. Şunun için her bir mümin kulluğundan tutuş gerek. Dep bulup Allah'ım dedi. Ay Allah zulüm qılmanglar, haqqını yewamanglar dep bulup ve aşiruhunna bil ma'ruf. Ay Allah bilen çıraylıqça öy tutinglar dedi qarindoshlar. Endi bu yerda çıraylıqça öy tutinglar degan gap öy tutuşun kerek şunda qilishing farz demekçi. Çünkü bu yerdagi aşir degan gap buyruq pili bilan yani buyruq şekilde keldi. Çıraylıq öy tutuş her qandaq erning baş tatib bulamaydigan mecburiyeti. Endi meşada çıraylıqça öy tutinglar degan muş ayet ne? Bu ayet dedim nayet qısqa qandaslar. İki kelime söz, bir cümle. Lekin muş ailenin baxt saadet buluş için sırlık aşkı, şifir muş ayetini özde qardaşlar. Muş ayeti mücessimleşken. Bu ayet bek mühim ayet qardaşlar. Şunun için bu ayetke tefsir şunas öylümalarımız nemi dep tefsir qilgan? Bu haqda men tefsirlerinin bir neçe tefsirininki tefsirini sizlarga dep beray. İbn Kesir rahmetullahi alayh en danlıq tefsir. Nemi dep tefsir qilgan desanglar? Bu ayetning ma'nosi ayollaringlarga güzel sözlerini qilinglar. Ayollaringlarga güzel hareketlerini qilinglar. Yani iş hareketinglar, gap sözünglar güzel bo'lsin. Ve turqinglar, yani üzanglar ratlik pokiz bulunglar degan bo'ldi deb tafsir qilgan qarindoshlar. İmam-ı Jassas rahmetullahi alayh bu kishining ayeti dangliq tafsir shunas. Bu ayet tafsir qilib va ashin yani chiroyliqcha öy tutinglar deganlik ayollarning haqqini to'liq ado qilinglar. Iqtisodiy haqqini öy, kiyim-kechak, yemek-ichmak mashina to'liq beringlar. Ularga qo'pol gap qilib aziyat bermanglar. Ulardan neri qochmanglar. Ularni tashlab boshqalarga moyil bo'lmanglar. Qapqinglarni turmanglar, chiroyinglarni sababsiz turmanglar. Yani davamlıq o ayollarga kulimsirab, güzel gaplar, chiroyli ish harakatlarda bo'linglar degan bo'ldi degan. Qur'oni Karimning ruhi degan tafsirda Ulusi rahmetullah alayhi shundaq deydi. Yani ashiruhunna degan gap ayollarga güzel muomalada bo'ling degan bo'ldi. Yani ayollarınki yemek içmegini insaf bilen tutuluq beringlar. Ularga chiroyliq gap so'zlarni qilinglar, chiroyliq ish harakatinglar chiroyliq bo'lsin. Urmanglar, sat gap bilan tillamanglar. Davomliq chiroyinglar kulimsirab turgan holati bo'lsin va ayollaringlar sizlar uchun qanday yasangan bo'lsa, sizlarning ko'nglini olaman deb shunda yasaninglar va shunda ishlarni qiling degan bo'ldi degan. Zamanımızdaki danlıq tefsir şunas Sa'd rahmetullah aleyh şundaq deydi. Bu ayetning ma'nosi sizlar ayolinglar bilan nati chiroyliq ashu bir yaqin do'stdek, qarindoshdak mushundaq muomala qilinglar. Allah sizlarning ustinglarga farz qilgan majburiyatni to'liq ado qilinglar. Allah ayollaringlarning haqqida Allohdan qo'rqinglar. Ayollarga nachar muomala qilmanglar. Gipinglarda, ish harakatinglar, gipinglar, ish harakatinglar go'zal bo'lsin. Deb mana mushundaq tafsir qilgan qarindoshlar. Endi yana bir tafsir, en güzel tafsir ha. En güzel tefsir. Ben bu tefsirden içinde bu ayetki en güzel tefsir kan yeni bir tefsirini dep berey. Bunun nima degan desanglar? Bu ayollaringlar bilan yaxshi o'tinglar deganlik. Ayollaringlarga gap so'z ish harakatda, gap so'z ish harakat orqali aziyat vermanglar deganlik bo'lmaydi. Balki ayollaringlar xap qilib qolsa, shu xapligini ham ko'taringlar degan bo'ldi deydi. Shuning uchun
ba'zi taqvo odamlarga voy ayoling bak askiga qo'yvat desa, men boshqa musulmonlarni aldashni xohlamayman. Chunki men qo'yvatsam boshqa odam oldi degan deb mana munda tafsir qilgan qarindoshlarimiz. Endi mush yuqoridagi tafsirlar va bir necha tafsirlarning mush oyatga qilgan tafsirining xulosasini, butun xulosasini deb berayman sizlarga. Xulosasi nima deganda sana bu oyatga munda tafsir qilgan. Ayollarga güzel sözlerini ve iş hareketlerini qilish. Yani ayollarga qilgan gaplarimiz güzel buluş, iş hareketlerimiz güzel buluş. Ve turqimiz, üzümüz pakiz, ettir bilen buna çıraylık, retlik buluş. Ayollarga set kopal gaplarını qilmaslik. Ayollarni tashlab etmaslik, ayollarni tashlab qo'yib boshqalarga moyil bo'lmaslik. Çırayını turolmaslik, qopig'ini turolmaslik, naiti ayollar bilan xush muomalada, xushfe'l bo'lish degan bo'ldi deb butun tafsirning xulosasi mushu qarindoshlar. O'ylab baqinglar. Ya'ni biz mushu mazmunga rioya qilsak, oilamiz chuqur jannat bo'ldi qarindoshlarimiz. Biz Rasulullohninki mush oilaslik voqealikni bayon qilsak qarindoshlar. Ayşe anamız bilen Rasulullah turmuşunu bizge tushundirib, Ayşe anamız deydi. Rasulullah naytim mulayim idi, bizlerning ko'nglimizni alatdi, bizni xo'shal qilatdi deb kelib, hatta o'ylab baqili. Rasulullah 50 kirib qolganchada bir davlatning raisi, bir jamoayan musulmonlarning payg'ambari turib, Ayşe anamızdan bir necha qatim yugurish musobaqasi qilgan qarindoshlar. Nima uchunsa, mush Ayşe anamızın ko'nglini o'stirish uchun. Ayşe anamız deydi, bir kunsi masjidda bir necha kishilar nayzi bilan o'yin ko'rsatdi dedi masjid ichida. Shular bunda bir qaraganda qittim Rasulullah ko'rishni arzu qilamsiz debdi. Men ha desam, Rasulullah meni kayniga o'tkazib shu o'yinni ko'rsatdi dedi. Men Rasulullahni kayni turib inkimni Rasulullahning mo'risi qo'yib shu o'yinni ko'rdim. Rasulullah qandingizmi, qandingizmi degan Rasulullahni azroq ko'ray dedim. Oxirsida men qaytib ketmoqchilik Rasulullah meni qaytingdimi dedi qarindoshlar. Hem bir vaqalikda Ayşe anamız deydi. Mening o'ynaydigan qo'chaqlarim bor deydi. Men uyning atrofidagi og'aylarimni chaqirib qo'chaq o'ynaydik. Rasulullah uy kirsa, og'aylarim Rasulullahdan ayminib taraf-tarafga qochib ketadi. Rasulullah o og'aylarini yig'ib men qishimga akirib, "Meni birga o'ynanglar" deydi. Demak, mana ayollarni az to'la ko'ngli ochadigan, shariat xilof bo'lmagan so'rovlarga opirish, sayli sayohat qildirish va ularning do'st-bora og'aylarini, yaqinlarini uyga chaqirib, shu ayolning ko'ngli ochilsin deb mushunda qilish mana Rasulullohning ta'limoti va qilgan ishi va bizga mushunda qilinglar demoqchi qarindoshlarimiz. Bu eng muhim nuqtalarning biri. Yana bir muhim nuqta bo'lsa qarindoshlar, mushu ayollarning ayibini yushirish. Yani insan bo'lgan ekanmiz, bizdim kamchilik bo'ladi, ayolingizim kamchilik bo'ladi. Takamulluq Allohga xos. Mush ayollarimizdagi ba'zi ayib, nuqson bizi yaxshi ko'rmaydigan ishlar bo'lib qolsa, shariatga xilofli bo'lmasa, buni yushirish bizning majburiyatimiz qarindoshlar. Buni shuningga payg'ambar alayhisalom ayol o'ttirsidagi sirni oshkorlashni nayt cheklagan. Rasulullah hadis şerifta nima dedi? İnnalloha yuhibbu ma'aliyal umur ve ashrafiha ve yukrihu safasifaha. Allah subhanahu wa ta'ala ma ishlarni cho'ng-cho'ng qo'lga chiqqandak, ko'zi ko'rindak, manda ishlarni yaxshi ko'rdi. Ushshaq-tushshaq ishlarni yomon ko'rdi degan. Biz ayollarımızga işte ushshaq-tushshaq gaplarni zig'irlab, zodi ushshaq-tushshaq ishlarni ko'chalab, g'ingshib kaç g'ing qilsak qarindoshlar. Uy olmaydi, ham Alloh bundaq ishlarni yaxshi ko'rmaydi. Bundaq ishlarni qanday qilishimiz kerak? Yushirishimiz kerak. Shuningga İmam Ahmad Hanbal rahmetullah alayh güzel axloqning 10dan 9 qismi ko'z yumbilishda deydi. Yani biz
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni güzel ahlaklı buluşku buyurup, ayalınlarga güzel muamele kılınlar degan. Yani haqiqiy ahlaklı adam özünün ailesinde ifadelanır. Cemiyet şunda ahlaklı olup, muşunda qalliq qarindoshlar, voy deganlik bu adamның haqiqiy ahlaklılığını bildirmeydi. Haqiqiy ahlak nada desa, muş ailesi bilan bo'lgan muomalada. Rasululloh shuningga Allah subhanahu taala güzel ahlaklı adamni yaxshi ko'radi. Güzel ahlaklı bo'lgan deb bo'lib, gapni oyog'ida ayollaringizga yaxshi muomala qilinglar degan. Demak, muş ayolning ushaq-tushak negizlab, mushundaq biz uşaq işler bilan ayollarimiz bilan jangi jidal qilsak, ularni eyibini asaq bo'lmaydi. Shuning güzel ahlakning 10dan 9 qismi bir narsani ko'masga selilashadi. Ya'ni oilada, ayolda bo'lgan ishlarni ko'masga selilish. Bilsakmi, bilmasga selilashadi qarindoshlar. Mana bu nihoyatda muhim nuqtalarning biri. Buningga biz rioya qilishimiz kerak qarindoshlar. Endi men oxirida yana bir so'zni takrorlayman qarindoshlarım. Mushu oila chuqum muhabbat ustiga qurilishi kerak. Ayol chuqum bir-birini yaxshi ko'rish kerak. Bu nihoyatda cho'ng bir ne'mat. Ammo ya ayolni yaxshi ko'rmaydi ekan, ya ayol erini yaxshi ko'rmaydi ekan. Bunda bo'lgan chog'da qanday qilamiz desa, Allah subhanahu wa ta'alaning va ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollaringlar bilan chiroyliqcha o'tinglar degan bu oyatga amal qilish kerak deydi. Ayol sizning toatingizdan chiqmabdi. Ayol shariatga xilof bir ish qilmasa, agar siz shu ayolni chin qalbingizdan yaxshi ko'rmasingizmi, Qur'onning mush oyatga amal qilib bir erning oildagi mas'uliyatini to'liq ado qilishingiz kerak deydi. Chunki hamma oila muhabbat ustiga qurilmaydi qarindoshlar. Bu real haqiqat. Umar radhiyallohu anhuning qishig'a bir er kelib, men ayolimni qo'yib o'tay degan, chunki ayolimni yaxshi ko'rmayman debdi Umar radhiyallohu anhu. Hey, bütün ayol mushu oila bo'lsa, hammasi muhabbat ulamdi ekan. Muhabbat bo'lmasa, qani islomiy qarindoshlik, qani erkaklik deb Umar radhiyallohu anhu bunun ajrashib ketishini to'sib qo'ygan qarindoshlar. Degandek o'ylab baqili, agar bu ayolni biz yaxshi ko'rmasak, u bizning islomdagi qarindoshimiz. Agar ayol bu erni yaxshi ko'rmasa, o'zining mas'uliyatini to'liq ado qilsa, men yaxshi ko'rmaydim deb ayollik majburiyatini ado qilmaslik yoki ajrashishni talab qilish dinimizda qattiq xato ishlarning biri. Erlami shunda qarindoshlar. Ayolni yaxshi ko'rmaydi ekan, lekin bu ayol o'zining majburiyatini to'liq ado qilib, eriga itoat qilishdan bosh tortmaslam, ayolni men yaxshi ko'rmayman deb u ayolga yaxshi muomala qilmaslik yoki qo'yitaman deganlik bu shariatimizga qattiq xilof. Shuning uchun bu masalani bütün qarindoshlarimiz yaxshi tushunib olish kerak. Allah subhanahu wa ta'alaning vash ashirunna chiroyliqcha uy tutinglar degan oyatiga har bir mu'min musulmon namozga qandoq ahamiyat bersa, zakotga qandoq ahamiyat bersa, iymonga qandoq ahamiyat bersa, shundoq ahamiyat berish kerak. Qarindoshlarimiz taqvolik degan og'zimizda nechiqatim takrorlanadigan, soqollarimizni uzun qo'yib oldigan, ayollarimiz mushundoq yaxshi purkinib oldigan islom emas. To'g'ri, bu dinning bir parchasi. Haqiqiy taqvolik bo'lsa, erning ayolga bo'lgan muomalasida, ayollarning erlarning o'z ustidagi haqqini ado qilishda ondan keyin ifodalanadi. Haqiqiy taqvolik oilada qarindoshlar. Buni kallamizdan chiqarib qo'ymaydi. Haqiqiy taqvolik muomalada ifodalanadi. Gapni qilib olib, chiroylarimiz, kiyimlarimizdan voy deb noati yumshoq dasab minishlarimiz, voy deb u og'zimizda davoqonlik taqvolik emas. Erlar ayollarning haq-huquqlarini ado qilyapti. Ayollar o'zining erlarning ustidagi erlarning haqlarini qandoq ado qilyapti? Bir-biriga qandoq muomala bo'lyapti? Mana bu taqvodorlikning dal negiz bu yerda. Allah subhanahu wa ta'ala oilalarimizni baxt saodat bilan oila qilib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
ah, ah.